Xitoy doiralari Sharqi Turkistonda masjidlarga buzg'unchilik qilish va cheqishni davomlashtirmoqda. Xitoy 2016-yildan buyon Sharqi Turkistondagi bostirishlarni umumyuzlik kuchaytirish bilan birga masjidlarni yangilash va remont qilish bahonalari bilan yo'qotmoqda. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Olti shahri Suntog rayonidagi puxta selingan Ozni bozor masjidi va Dongoh masjidi cheqib etilgan. Lekin qubbasi selingan Taras masjidi qoldirib qo'yilgan. Xitoy doiralarining 2016-yildan buyon cheqish, o'zgartirish qatorliq turli usullar bilan Sharqi Turkiston miqyosida masjidlarning 70%ni yo'qotganligi ma'lum. Angliya Arsenal komandasining o'tir maydon hujumchisi Mesut Özil Angliya taratqullarining ziyoratini qabul qilganda qora tanliklarning hayoti muhimdir nomli faoliyatga aktiv ovoz qo'shgan Arsenal komandasining o'tgan yili o'zi Uyg'urlar uchrayotgan zulmga norozilik bildirganda siyosiy ishlarga aralashmaymiz deganni bahona qilib o'zini qo'llamaganligini aytdi. Özil qora tanliklarning hayoti muhimdir degan faoliyatga Arsenal qatorliq nurg'un klublarning ovoz qo'shganligini, lekin Xitoyning Uyg'urlarga qilgan zulmining dunyoda bundoq inkas qo'zg'amaganligini bildirdi va Arsenalning nurg'un qora tanlik futbolchisi va tarafdorlari bor. Kishilar kashki o'xshash ishni Uyg'ur musulmonlari uchun qilgan bo'lsa, chunki Arsenalning nurg'un musulmon futbolchisi va tarafdorlari bor. Mesut Özil o'tgan yili 12-oyda ommaviy taratquv hisobida yo'llagan bir uchurda Qur'on ko'ydirilmoqda, masjidlar taqalmoqda, diniy olimlar o'ldirilmoqda, och singillar Xitoylarga majburiy yotliq qilinmoqda degan ifodalar orqali Xitoyning bostirishini ayblagan. Shundaqla islom ummatining bunga sukut qilishiga norozilik bildirgan edi. Xitoy Arsenal komandasining Mesut Özil qatnashgan musobaqalarga embargo yurgizganligini e'lon qilgan edi. Arsenal komandasi bo'lsa, siyosiy ishlarga aralashmaydiganligini ta'kidlagan edi. Amerika hukumati Konzi institutining Amerikadagi markazini Xitoyning chet eldagi vakolat organi deb atadi. Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo yozma bayonotida Xitoyning Amerika jamiyati bilan 40 necha yildan buyon erkin va ochiq aloqada bo'lganligini, ammo Xitoyning o'z davlatiga kelgan chet elliklarga o'xshash imtiyoz bermaganligini ta'kidladi. Pompeo Xitoyning Amerikaning erkinligini bu davlatga tashviqot va ta'sir ko'rsatish ishlariga ishlatadiganligini ta'kidlab bundoq dedi. Bugun Amerika Davlat ishlari mahkamasi Konzi instituti Amerika bosh shtabini Xitoyning chet eldagi vakolat organi deb bekitdi dedi. Pompeo mundaq dedi: Konzi institutlari Xitoy mablag'iga erishidi. Ular Xitoy kompartiyasining yer sharidagi ta'sirini kengaytirish va tashviqot quroli. Malayziya hukumati Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Xitoyning Janubiy Xitoy dengizida Malayziya dengiz tavalligiga yaqin joylardagi egilik huquq talabiga qarshi chiqdi. Malayziya Tashqi ishlar ministri Hishamuddin Husayn parlament yig'inida so'z qilib, Malayziyaning oldingi oyda Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga avatgan bayonotida Malayziyaning Janubiy dengiz qirg'oqidan 200 dengiz milliy yiroqligicha bo'lgan doirada egilik huquqini ta'kidlaganligini aytdi. Ministr Hishamuddin tilga ilingan bayonotning Xitoyning Birlashgan Davlatlar Tashkilotiga 2019-yili 12 dekabr avatgan xitobnomasiga javoban avatilganligini va Xitoy dengizida huquq talab qilishini davomlashtiradiganligini eskartib mundaq dedi. Malayziya Xitoyning bu dengiz tavalligida tarixiy huquqi bor degan qarashga qarshi chiqdi va qonunga uyg'un emasligini jakarildi. Amerika bilan Sloveniya 5 tor bexatarligi hamkorlik kelishimiga imzo qo'ydi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Sharqiy Yevropa sayohatining 2 bekatida Sloveniyaning Bilit shahrida bosh ministr Janez Jansa bilan birlashma muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi. Jansa bilan 5 Pokis tor bexatarlik uchun hamkorlik kelishimi imzolagan Pompeo erkin davlatlar mustabidlarning tahdidiga taqobil turish uchun o'rtaq tirishishi kerak dedi. Pompeo hozir Xitoy Kommunistik partiyasiga va uning uchur kontrol qilishiga qarshi turadigan vaqtdir dedi.